Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Ertalabdan bitta mijozimiz keldi. Mana shu salni qo'limga tutib, usto mana shu salni mashinaga qo'yish kerak edi. Ya'ni rulovoyda yo'q chiqib ketgan. Salnilarni almashtirish kerak. Men u akaga aytdimki, aka, men rulovoy salningizni qo'yib beraveraman, lekin sizni rulovoyingizni ichganimizdan keyin u rulovoyga bu salni qo'ysa bo'ladimi, yo'qmi? Ya'ni o'q qiyshagan bo'lsa yoki o'qi zanglagan bo'lsa, salni qo'ygan bilan uni ushlamaydi. Siz buni ochganimizdan keyin biza sizga rulovoy bo'lmaykan desak, siz yangi rulovoy qo'yishga tayyor bo'lishingiz kerak deb aytdim-da, chunki ko'pincha rulovoyni ochgandan keyin qiyshagan bo'ladi. Men salni qo'ysa turmaydi desam, men sharoitim yo'q, qaytarib qo'yaylik deydi. Qaytarib qo'ygandan keyin o'zinikidan battar yo'q o'qib qoladi. Shunaqangi bir xunuk oqibatlarga olib kelganligi uchun sizlarni ham bitta ogohlantirib yubordim. Balki sizlar buni bilarsizlar. Balki yodlaringizdan ko'tarilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana shunaqangi rulovoy salni qo'yishdan oldin mana shu oqibatlari bilan mijozni bitta tanishtirsanglar, mijozlar ham sarson bo'lmaydi-da. Qarindoshlar, hammalaringizga rahmat. Aziz boshingiz omon bo'lsin, yo'llaringiz ravon bo'lsin. Mana o'sha mashhur mashinamiz va bizning manzilimiz Kattaqo'rg'on trassasi M37. Hadi keling.